21-asr texnologiyasiga e'tibor beringlar. Bu funksiya nima deb ataladi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bosch отбойный молоток 11 kiloligi legenda bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda bu Milwaukee mirovoy legenda hisoblanadi. Nimaga deysizlarmi? 20 joule 1600 watt, Bosch 1.5 watt bo'ladi, 1608 joule bo'ladi. 220 da ishlaydi. Buni uzunligi shnurini 6 metr bo'ladi. Bakovoy ham ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Xohlasanglar bunaqa yerga qarab ham ishlatsanglar bo'ladi. Отбойный молоток legendasi. Bitta ishlashini ko'ringlar, o'shandan keyin tushunib olasizlar. Xitoy pika qo'yganmiz, endi bitta ishlash uchun. Ketdi. Pikada ham farq bo'ladi akalar. Pika lopatalarda albatta farq bo'ladi. Bu gaza blok, pena blok emas, mana ko'pchilik aytadi, tekis qilib chiroyli qo'yib qo'yganmiz mana. Ichida toshlari bor. Bu haqiqiy beton. Markasi 300 markami, 400 markami bilmayman, lekin bu taxminan 6 oy, 7 oy oldin qilingan beton mana shu bo'ladi. Mana koronkalar bilan teshganmiz, dubl mixlayotganmiz. Bu pena blok emas, yana pena blok deb yozib qo'ymaysizlar. Mana haqiqiy beton. 300 markami, 400 markami endi bilmaymiz. Qo'ldan kelgancha yasaganmiz. Mana shunaqa отбойный molotoklarni ishlatib ko'rsatib berish uchun mijozlarga. Antivibratsion funksiyaga e'tibor beringlar. Mana shu narsa hamma apparatda ham bo'lmaydi. Ushlayotgan payti, udar urayotgan payti qo'lingizga hech qanaqa zarar ham yetmaydi, charchatmaydi ham. Mana o'zi urayotgan payti mana. Mana bu оборот regulirovkasi ham bor. Boshda ham bor bu narsa. Apparat shotkasi ketdimi, qanaqadir muammosi bo'lsa, mana shu yerda chiroq qo'yilgan. Boshda ham shunaqa narsa bor. Narxi ozgina boshdan qimmatroq, lekin mana shunaqa kayfini olishinglar mumkin. Yoqdimi yo'qmi, fikringizni kommentariyada kutamiz. Video yoqqan bo'lsa like esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Original Milwaukee отбойный молоток 11 kiloligi.